Assalomu alaykum. Mana navbatda ikkitamiz katul bergandik, yoqib ishlatishibdi. Ishlari gaz havoli ekan, shunga paypoq kiydirilgan. Gradusi 72 yod. Anaqa pilosoz qo'yishdimi deymanda? Nasılsınlar? Hava bilan haydab qo'yadi. İşleşler çötke, çötke hamma. Gradusi çötke olib chiqibdi. Hamma o'zi yapadi. Shuna katullar zarli saloqaga chiqarasizlar. Ha? Ha, to'g'ri. Pulg'onni aplikatsiyani Ana ustaman, montajlar qilib beradi akam. Chotki Xizmatda. xolasi. Pulg'onni aplikatsiyanikini yoqyapti. Qo'rg'onda aptika. Dilshod aplikatsiyalar. O'sha aptikamni, aplikachini kimi bo'ladi? Ukasimi? Ukasiniki. Aloqaga chiqarasizlar. Kelib ko'rib ketinglar deydi. Ha.